Klinikamizda bugun bitta o'smir yoshidagi qizcha operatsiya qilindi. Tuxumdon kistasi oyoqchasidan buralanib qolingan. Bunda tuxumdon naylari olib tashlandi. Endi bu qizchamizda homiladorlik bo'lish shansi kamaydi. O'smir yoshdagi qizchalar ham ginekolog ko'rigiga borishlari kerakmi? Ha. O'smir yoshdagi qizchalar birinchi marta hayz ko'rganda ginekolog ko'rigiga borishlari kerak hamda bir yilda bir marta ginekolog ko'riklariga borib turishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, quyidagi holatlarda ginekolog ko'rigiga zudlik bilan borish tavsiya etiladi. Birinchisi, qorinda kuchli og'riq bo'lganda, bu ayrim vaqtlarda ginekologik muammolar tufayli qorinda kuchli og'riq bo'lishi mumkin. Tuxumdon kistasi yorilib ketishi mumkin yoki masalan tuxumdon kistasi oyoqchasidan buralanib qolishi mumkin. Bunday holatlarda zudlik bilan ginekolog ko'rigiga borish tavsiya etiladi. Ikkinchisi, hayz sikli uzoq davom etsa va ko'p ketsa, qiz bolalar ginekolog ko'rigiga borishi kerak. Uchinchisi, hayz sikli tez qaytalanib tursa, 21 kundan qisqa muddatda hayzi kelib tursa, ginekolog ko'rigiga borish tavsiya etiladi. Keyingi holat, jinsiy a'zolardan ko'p miqdorda rangli, hidli ajralmalar kelganda ham ginekolog ko'rigiga borish tavsiya etiladi. Keyingi holat, jinsiy a'zolar tashqi ko'rinishi noodatiy bo'lsa, noodatiy, ya'ni netipichniy bo'lsa ham ginekolog ko'rigiga borish tavsiya etiladi. Keyingi holat, qizlarda balog'atga yetish belgilari erta boshlansa, ya'ni 8 yoshdan oldin sut bezlari daallasha boshlasa, qovda, qo'ltiq ostida tuklar paydo bo'lsa ham ginekolog ko'rigiga borish tavsiya etiladi. Keyingi holat, 16 yoshga to'lgan bo'lsa ham hali biror marta hayz sikli kelmagan bo'lsa, ginekolog ko'rigiga borish tavsiya etiladi. Yana bitta holat, agar qizchalar ortiqcha vazn yig'sa, ugrilari ko'payib ketsa, ortiqcha tuklari ko'payib ketsa, unda ham ginekolog ko'rigiga borish tavsiya etiladi, chunki bu gormonal buzilishlar hisobiga paydo bo'ladigan holatlar o'z vaqtida davo qilinmasa, bu chuqurlashib, orqaga qaytmas asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Hurmatli onalar, qizchalarimizni sog'ligiga e'tiborli bo'ling, chunki ular hali yosh, hali bilishmaydi organizmda qanaqa o'zgarishlar bo'layotganligini. Ular kelajakda bo'lg'usi onalar, ularning sog'lig'i juda ham muhim.